Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Kozimjon G'ofurov. CorelDRAW dasturidan soddalashtirilgan o'quv kurslar. Bugungi darsimizda asosiy komandalardan birini o'rgatib qo'yaman. Avvaliga keling mana bu yerdan to'rtburchak chizaylik bir nechta. Bitta, ikkita, uchta. Endi bulardan har bittasiga rang berib chiqamiz. Bunga mana bunga mana 3 xil rang, 3 xil shakl bir-birining tepasida turibdi. Aytaylik, ko'pchilikda bo'ladigan muammolardan biri, ya'ni ranglar bir-biridan qavat-qavat bo'yicha, ya'ni chalg'ib ketib qoladi, ya'ni bir-birining tepasiga yoki pastiga tushib ketib qoladi. O'sha narsani ko'rib chiqamiz. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Avval qaysi bir shaklda eng yuqoriga chiqarmoqchi bo'lsangiz, ya'ni mana bu shakllarni qarang. Bir-birini yuqorisida turibdi, mana. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qavatda turibdi. Yuqoriga chiqarmoqchi bo'lgan rangingizni ushlab turib, to'g'ri olib qo'yilgan mana. Xo'p, klaviaturangizdagi Shift Page Up komandasini bosasiz. Klaviaturangizdagi agar siz statsionar kompyuterda bo'lsa Page Up bor. Agar notebookdan foydalansangiz Shift Q 9 raqami bilan birgalikda Page Up'ni tengdan bosasiz mana. Eng yuqoriga o'tadi, ya'ni bitta-bittadan tepaga o'tadi. Page Up bitta yuqoriga, Page Down bitta pastga. Mana Page Up'da hammasini ustiga chiqdingiz va Page Down'da pastga tushib oldingiz. Agarda o'sha aytganimdek damashq kompyuterda ishlaydigan bo'lsangiz, siz Shift bilan Q'ni birdaniga bossangiz, birdaniga eng yuqoriga o'tib ketadi. Lekin notebooklarda ko'proq foydalanamiz. Notebooklarda hozir aytganimdaqangi Ctrl Shift Page Up yoki Page Down, bitta tepaga, bitta pastga. Asosiy o'zlashtirish kerak bo'lgan narsalardan biri shu. Endi bugungi darsimizda to'xtaladigan narsalarımizdan biri outline deydi, ya'ni outline CorelDRAW dasturidagi chizig'imizning chetlari. Outline deb mana bu yuqoriga qarasangiz, mana chetki ramkasini o'sha aytamiz. O'tgan darsda to'xtalgan bo'ldik, ya'ni unga qalinlik berishni mana bu yerdan ko'rib chiqqandik. Outline'dan xohlagansiz oshiring, misol 4 mm yoki undan yuqoriroqqa. Endi buni o'zgartirish uchun mana bu yerda bo'limi bor o'zini. Outline pen degan bo'lim. Shu bo'limni oldiga 3 burchagini bir marta bosadigan bo'lsangiz, mana outline tiplari bor. O'sha yerdagi qalinliklar bu yerda ham berilgan va outline yo'qotib qo'yish ham mumkin va bu yoqda outline penni o'zi ham bor. Bir marta bosamiz. Горячий komandasi F12. Notebookdan foydalansangiz Fn of F12 ni tengdan bosasiz. Xo'p, nimalar berilgan? Birinchi chetki tomonda ranglari so'ralyapti. Misol uchun qora yoki qizil bo'lishi mumkin. OK deb bosadigan bo'lsangiz, mana bosdim. OK deb bossam, chetlari rangi o'zgarib qoladi. O'sha outline yoki boshqa nastroykalari outline o'zini bosaman. Va bu yoqda birinchi qalinligi berilgan, o'lchov birligi va o'sha chiziq turlari berilgan. Ya'ni uzuk-uzuk chiziq qilib qo'yishingiz mumkin. O'sha narsangizni mana o'zgaryapti. Yoki o'sha bo'limni endi biz yana ham bir osonroq bo'lish uchun har gal 3 burchak bosib o'tirish shart emas. Buning uchun mana shu 3 burchakda bosamanda yuqoridagi shoxchasidan mana bu joyda bosib turib bir marta fonga qo'yib qo'yaman. Mana bu joyga qo'ysam mana joylashdi va endi yana bir marta ushlab turib, endi chetga borsam mana bunaqangi to'ldirib olaman dedi. O'shani bosib qo'ysam, eng ko'p ishlaganligi uchun outline shu yerga joylashib oladi. Chetlarini to'g'rilab qo'yamiz endi oddiy chiziq turiga. Aytayapti, burchaklari, ya'ni mana bu yerda qarasangiz, burilayotgandagi burchagini o'zgartirib berish mumkin. O'shani gradiuslari. Yana bir nechta qatlamlar bor endi asosiy o'tiladigan narsalardan biri. OK deb bosamiz mana. To'g'ri chiziq holatiga qaytib keldi. O'tilgan darslik bo'yicha savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring.